Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz ishchi jismlar va ularning xususiyatlari. Ushbu mavzuda ichki yonuvchi dvigatellarida qo'llaniladigan ishchi jismlar, shundan so'ng yonilg'ining tarkibi, keyingi qismda yonuvchi aralashmaning hosil bo'lish jarayoni, havoning ortiqlik koeffitsiyenti, dars davomida yonish jarayonining mohiyati, bundan tashqari yonish issiqligi tushunchasi, gazsimon yonilg'ilar, zamonaviy ekologik talablar, atmosferaga chiqariladigan zararli moddalarning kamaytirilishi hamda ekologik xavfsizlik masalalariga to'xtalamiz. Ichki yonuvchi dvigatellarda ishchi jism deb yonish jarayonida energiya hosil qilib, uni mexanik ishga aylantirishda ishtirok etadigan moddalar va gazlar majmuasiga aytiladi. Shu sababli zamonaviy yonilg'ilar qator muhim talablarga javob berishi kerak. Birinchi navbatda yonilg'i yuqori issiqligiga ega bo'lishi lozim. Ikkinchi muhim talab arzonligi. Yonilg'i iqtisodiy jihatdan maqbul bo'lishi va keng iste'molchilar uchun qulay narxda taqdim etilishi zarur. Bundan tashqari, yonilg'i inson salomatligi va atrof muhit uchun imkon qadar zararsiz bo'lishi kerak. Sifatli yonilg'i dvigatel detallarini yonilg'i tizimida korroziya hosil qilmasligi hamda ahamiyatli hisoblanadi. Yana bir talab yonilg'ining oson alangalanishidir. Yonilg'i tashishga qulay bo'lishi, saqlash va yetkazib berish jarayonlarida xavfsizlik talablariga javob berishi kerak. Shuningdek, u uzoq muddat saqlanganda ham o'z xususiyatlarini yo'qotmasligi, tarkibi va sifati barqaror saqlanishi lozim. Ichki yonuvchi dvigatellarida ishlatiladigan yonilg'ilar asosan uglerod va vodorod birikmalaridan tashkil topadi. Kislorod yonilg'ini tarkibida bo'lishi mumkin, ammo uning o'zi yonmaydi. U yonish jarayonini borishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Azot esa plast element bo'lib, ya'ni yonishda faol qatnashmaydi va energiya bermaydi. Oltin gugurt yonilg'i tarkibida zararli elementlardan biri bo'lib, korroziyani kuchaytiradi hamda dvigatel detallarining yemirilishiga sabab bo'lishi mumkin. Yonilg'i tarkibida foydali elementlar bilan birga zararli qo'shimchalar ham uchrashi mumkin. Toza yonilg'i dvigatelda yaxshi yonadi, issiqlik ajralishi yuqori bo'ladi va silindr porshin guruhi barqaror ishlaydi. Ammo yonilg'i tarkibida mineral aralashma, kul yoki namlik qo'shilsa, uning sifati buziladi. Ichki yonuv dvigatelida yonilg'i havo bilan aralashib, ishchi aralashmani hosil qiladi. Demak, dvigatelning samarali va xavfsiz ishlashi uchun yonilg'i bilan havoning to'g'ri nisbatda aralashishi muhim hisoblanadi. Yonuvchi aralashmalar tarkibiga ko'ra 3 turga bo'linadi. Bular quyuq, normal, ideal va suyuq aralashma. Bu koeffitsient odatda alfa yoki lambda bilan ifodalanadi va yonish jarayonining sifatini baholashda muhim ahamiyatga ega. Havoning ortiqlik koeffitsiyenti haqiqiy belgilangan, ya'ni berilgan havoning nazariy jihatdan zarur bo'lgan havo miqdoriga nisbatini ko'rsatadi. Matematik ifodada bu koeffitsient alfaga teng, haqiqiy havo miqdorining nazariy havo miqdoriga nisbati bilan aniqlanadi. Yonish bu yonilg'i molekulalarining kislorod bilan kimyoviy reaksiyaga kirishib, yorug'lik va chiqindi gazlar hosil qilish jarayonidir. Ichki yonuv dvigatelida havo tarkibidagi kislorod va yonilg'i silindr ichida aralashadi. Uchqun yoki siqilish ta'sirida aralashma alangalanadi. Yonish vaqtida harorat 2000 dan 2500 darajaga yetadi, bosim esa 30-60 barga ko'tarilishi mumkin. Bu jarayon juda qisqa vaqtda, ya'ni millisekundlar ichida sodir bo'ladi. Kimyoviy reaksiyalar natijasida vodorod kislorod bilan birikib suv bug'ini hosil qiladi. Uglerod kislorod bilan birikib karbonat angidrid aylanadi. Agar yonilg'i tarkibida oltin gugurt bo'lsa, u kislorod bilan reaksiyaga kirishib, oltin gugurt dioksidini hosil qiladi. Hosil bo'lgan issiqlik porshanga ta'sir etib, uni harakatga keltiradi va dvigatelda mexanik ishni bajaradi. Demak, yonish jarayonida ichki yonuv dvigatelida energiya hosil qiluvchi asosiy jarayon hisoblanadi. Yonish jarayoni yonuvchi moddalarning fazaviy holatiga qarab ikkita asosiy turga bo'linadi: gomogen va heterogen yonish.
Gamagen yonishda yonilg'i va havo bir xil fazada, ya'ni gaz holatida bo'ladi. Bunda aralashma molekulyar darajada bir tekisda aralashadi. Shu sababli gamagen yonish tez va barqaror va nisbati to'liq kechadi. Heterogen yonishda esa yonuvchi moddalar turli fazalarda bo'ladi. Masalan, gaz, suyuqlik yoki gaz va qattiq modda ishtirok etadi. Bunday holatda yonish jarayoni zarrachalar yoki tomchilar sirtida kechadi. Masalan, dizel yonilg'isining purkalib yonishi gaz va suyuqlik muhitidagi heterogen yonishga kiradi. Ko'mir yoki yog'ochning yonishi esa gaz va qattiq modda o'rtasidagi heterogen yonish hisoblanadi. Demak, gamagen yonishda aralashma bir jinsli bo'lganligi uchun yonish tezroq kechadi. Heterogen yonishda esa aralashma notekis bo'lib, yonish sirt bo'ylab amalga oshadi. Yonish issiqligi yonilg'i to'liq yonganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdoridir. Bu ko'rsatkich yonilg'ining energiya salohiyatini baholashda juda muhim hisoblanadi. Ushbu videoda ko'rib turganimizdek, benzinning yonish issiqligi taxminan 44000 kJ/kg tashkil etadi. Dizel yonilg'isida esa bu ko'rsatkich 33200 kJ, ya'ni o'sha 33200 kJ/kg atrofida bo'ladi. Gazda esa 33200 bo'ladi. Dizelda 42500, benzinda esa 44000 bo'ladi. Yonish issiqligi qancha yuqori bo'lsa, yonilg'i shuncha ko'p energiya beradi va dvigatel samaradorligi oshadi. Shu sababli yonilg'ini to'g'ri tanlash tejamkorlik, quvvat va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Endi yonish issiqligi tushunchasi bilan tanishib chiqamiz. Yonish issiqligi deb 1 kilogramm yonilg'ining to'liq yonishi natijasida ajralib chiqadigan issiqlik energiyasi miqdoriga aytiladi. Ushbu ko'rsatkich yonilg'ining Endi yonish issiqligi tushunchasi bilan tanishamiz. Yonish issiqligi deb 1 kilogramm yonilg'ining to'liq yonishi natijasida ajralib chiqadigan issiqlik energiyasi miqdoriga aytiladi. Ushbu ko'rsatkich yonilg'ining energiya salohiyati va dvigateliga qancha foydali energiya bera olishini tavsiflaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, yonish issiqligi qancha yuqori bo'lsa, yonilg'ining energiya berish qobiliyati ham shuncha yuqori bo'ladi. Natijada dvigatelning quvvati ortadi, yonilg'idan foydalanish samaradorligi yaxshilanadi va ekspluatatsion xarajatlar kamayadi. Shu sababli zamonaviy dvigatellarda yonilg'i tanlashda uning yonish issiqligi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Yonish issiqligi yonilg'ining energetik qiymatini belgilovchi eng muhim ko'rsatkichlardan biridir. Endi yonilg'i turlarini asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha taqqoslaymiz. Jadvalda o'sha ko'rsatkich bo'yicha yonilg'ining turlari berilgan. Bu yerda biz ko'rib o'tirishimiz mumkin benzinli, dizelli hamda o'sha kerosin va boshqa turdagi yonilg'ilar turlarini ko'rib o'tyapmiz. Asosan benzinda yuqori yonish issiqligiga ega bo'lib, uning qiymati 44000 kJ/kg tashkil qiladi. Dizelda esa 42500 va kerosinda esa 43000.
Kerosin ham yuqori energiya salohiyatiga ega bo'lib, asosan aviatsiya va maxsus texnikalarda qo'llaniladi. Benzol esa energiya ko'rsatkichi yuqori bo'lgan bo'lsa ham, lekin bu zaharliligi sabab amaliy qo'llanilishi cheklangan. Ya'ni bundan zararli moddalar ko'p chiqariladi. Demak, yonilg'i tanlashda faqat yonish issiqligi emas, balki havo sarfi, samaradorligi, xavfsizligi va ekologik talablar ham hisobga olinishi kerak. Havoning ortiqlik koeffitsiyenti nafaqat dvigatel quvvati, balki ekologik ko'rsatkichlarga ham ta'sir ko'rsatadi. Agar havo yetishmasa, ya'ni alfa 1 dan kichik bo'lsa, yonish to'liq bo'lmaydi. Natijada uglerod oksidi va yonmagan uglevodorodlar ko'payadi. Agar havo ortiqcha bo'lsa, ya'ni alfa 1 dan katta bo'lsa, yonish harorati oshadi va azot oksidlari miqdori ortadi. Bu maqbul holat alfa taxminan 1 ga teng bo'lgan optimal havo nisbatidir. Bunda yonish samarali kechadi, zararli gazlar kamayadi va dvigatel ekologik jihatdan tozaroq ishlaydi. Demak, to'g'ri havo yonilg'i nisbati tejamkor, samarali va atrof muhitni asrash kafolati hisoblanadi. Zamonaviy dvigatellarda havo va yonilg'i nisbati maxsus o'sha lambda nazorati orqali boshqariladi. Bunda ushbu sensor egzoz gazidagi kislorod miqdorini o'lchaydi va signalni elektron boshqaruv blokiga yuboradi. Elektron boshqaruv bloki kelgan ma'lumot asosida qiymatni hisoblaydi va yonilg'i aralashmasini tahlil qiladi. Agar aralashma quyuq yoki suyuq bo'lsa, eko-injektorga uzatish buyrug'ini beradi. Injektor esa silindrga beriladigan yonilg'i miqdorini o'zgartirib, optimal aralashmani ta'minlaydi. Bu jarayon yopiq sikl boshqaruvi deb ataladi. Chunki tizim doimiy ravishda o'zini nazorat qilib, qiymatini 1 ga yaqin ushlab turadi. Natijada yonilg'i tejamkorligi ortadi, dvigatel quvvati yaxshilanadi, zararli gazlar kamayadi va dvigatelning xizmat muddati uzayadi. Ushbu mavzuyimizning eng muhim ahamiyatli jihati shundaki, ichki yonuv dvigatellarda ishchi jismlar yonuvchi aralashma va havoning ortiqlik koeffitsiyentini to'g'ri boshqarish katta ahamiyatga ega. Birinchidan, bu yonilg'ining tejamkorligini ta'minlaydi. Optimal yonish jarayonida yonilg'idan samarali foydalaniladi va ortiqcha sarf kamayadi. Ikkinchidan, dvigatel quvvati va dinamik ko'rsatkichlari yaxshilanadi. To'g'ri tayyorlangan yonuvchi aralashma energiyaning maksimal darajada foydali ishga aylanishini ta'minlaydi. Uchinchidan, ekologik xavfsizlik oshadi. Yonishning to'liq kechishi natijasida zararli gazlar miqdori kamayadi va atrof muhitga salbiy ta'siri pasayadi. To'rtinchidan, dvigatelning xizmat muddati uzayadi. Optimal ish rejimi detallarning yeyilishini kamaytiradi va agregatlarning ishonchliligini oshiradi. Demak, ishchi jismlar va ularning xususiyatlarini chuqur o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim bo'lib, zamonaviy transport vositalarining samarali, tejamkor va ekologik xavfsiz ishlashini ta'minlaydi. Hurmatli talabalar, mavzu yakunida asosiy xulosalarni ko'rib chiqamiz. Ichki yonuv dvigatellarida ishchi jismlar energiya hosil qilish va uni mexanik ishga aylantirishda asosiy rolni o'ynaydi. Ya'ni yonuvchi aralashmaning sifati dvigatelning quvvati, iqtisodiyligi va ishlash barqarorligini belgilovchi muhim omillardan biridir. Shuningdek, havoning ortiqlik koeffitsiyenti, ya'ni qiymat, yonish jarayonida eng muhim parametrlardan biri hisoblanadi. Koeffitsient optimal qiymatda bo'lishi yonilg'ining to'liq yonishi ta'minlaydi, zararli chiqindilarni kamaytiradi va dvigatel samaradorligini oshiradi. Mavzuni o'rganish davomida ishchi jismlar tarkibi, yonuvchi aralashma hosil bo'lishi, yonish jarayoni va havoning ortiqlik koeffitsiyentining ahamiyati bilan tanishdik. Olingan bilimlar kelajakda dvigatellarni loyihalash, ulardan samarali foydalanish va ekologik talablarni ta'minlashda muhim nazariy hamda amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Natijada yonilg'i tejamkor ta'minlanadi, ekologik ko'rsatkichlar yaxshilanadi, dvigatel resursi uzayadi va umumiy samaradorlik oshadi. Shu bilan ishchi jismlar va ularning xususiyatlari mavzusi yakunlandi. Keyingi mashg'ulotlarda ichki yonuv dvigatellarning yanada murakkab jarayonlari bilan tanishamiz. Sizga o'qish va ilmiy salohiyatingizda va faoliyatlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman.
E'tiboringiz uchun rahmat.